Şahınlardan söyle, şahınlardan söyle. Sallarım bakarım, sallarım bakarım. Kalbinleri yer yana tuğlana bakarım. Assalomu alaykum. Esenimiz mijozlari, hozirgi paytda ko'pchilik Xitoy traktor olaymi, olmaymi deb o'ylab o'tirgan bir paytda yo'ldosh akamiz naqd ikkita Lowell traktorini 100% to'lov evaziga xarid qildilar. Bu traktorimiz Lowell 2004 200 ot kuchiga ega. Bu traktorimiz Lowell 1454. Ikkita texnikamiz ham hit darajada sotilgan. Yo'ldosh aka, tabriklaymiz. Texnikalar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Aka, nima uchun aynan Lowell traktorlar xarid qildingiz? Qanaqa bo'ldi xizmatlar? Kamchiliklar bo'lmadimi? Endi mayda-kichikda kamchiliklarga rozi bo'lasiz. Kamchiliklar bo'lmadi. Menga shu texnikalaring ham yoqdi, o'zlaring ham yoqdilaring. Nasib bo'lsa, yaxshi niyatda men o'zim Surxondaryo viloyat Jarqo'rg'on tumanidanman. Surxondaryoga shu ikkita texnikani olib ketyapman. Nasib bo'lsa, barakat toping, sizlar ham barakat topinglar. Yaxshilik kunlarga ishlatay, hammaga tavsiya qilaman shu texnikalardan olishdi. Rahmat sizlarga. Rahmat, aytganingiz kelsin. Rahmat tilaklar uchun. Bu texnikamizni hozir kundagi bahosi ko'pchilik narxini so'raydi. Kommentariylarda 815 million so'm hozir kundagi bahosi, bu traktorimizning bahosi 548 million so'm. Albatta bu akalarga ham chiroyli skidkalar qilib berdik. Siz mijozlarga ham chegirmalar qilib beramiz. Bizdan uzoqlashmang. Telegram, YouTube, Instagram platformalariga a'zo bo'lib qo'ying. Barcha yangiliklarni birinchilarda bo'lib xabardor bo'lasiz. Şahınlardan söyle, sallarım bakarım.